Kayla bizga shunday savol bilan murojaat qilibdi. Cho'ponjon, qalbim azob chekyapti. Men bir necha oy itoatsizlikda va aybdorlik hissi bilan yashadim. Endi esa ko'ryapmanki, mening Xudo bilan muloqot qilishga bo'lgan ilgarigi ishtiyoqim yo'qolgan. Men ilgari Masihni juda yaxshi ko'rardim. Ibroniylarga maktubning 4-bobi gunoh qalbni toshga aylantirishini aniq aytadi va men buning haqiqat ekanligini bildim. Savolim shunday: bu mening iymondan uzoqlashganligimni anglatadimi? Men muqaddas bitiklardagi Yahuda va boshqa maktublarda aytib o'tilgan halokatga mahkum bo'lishdan qo'rqaman. Iltimos, yordam bering. Cho'ponjon, siz Kaylaning savoliga qanday javob berasiz? Kaylaning yomon ahvolda ekanligidan xursandman. U qo'rquvda ekanidan ham xursandman. Chunki agar Kayla hozir beparvo, betakalluf bo'lganida, agar u befarq bo'lib, menga farqi yo'q, o'zimni qanday his qilayotganim men uchun ahamiyatsiz. Endi bu muhim emas. Men masihiy bo'lib yashashga urinib ko'rdim. Endi yetar deb aytganida juda yomon bo'lgan bo'lar edi. Bundan afsuslangan bo'lardik. Bu uning qo'rquvidan va hozirgi yomon ahvoldan ham yomonroq bo'lgan bo'lar edi. Ibroniylarga maktubning 12-bob 15-16 oyatlarida Esov haqidagi matn unga nafaqat qo'rquv, balki umid ham beradi. Diqqat qilinglar, toki hech kim Xudoning inoyatidan mahrum bo'lib qolmasin. Toki orangizda hech qanday zinokor, Esov kabi betafiq bo'lmasin. Ehtimol Kayla bir muddat zino qilib yashagandir. Bunday gunohlardan so'ng biz najotga erishish umidini yo'qotamiz. Bitta taom uchun o'zining to'ng'ichligini sotgan Esovga o'xshagan bo'lmang. U o'sha zahoti bir lahzalik lazzatni his qilish uchun o'zining ruhiy imtiyozlaridan voz kechdi. Chunki bilasizlarki, Esov so'ngra dunyoni meros qilib olmoqchi bo'lganida rad etildi. U hatto ko'z yoshlari bilan yolvorsa ham tavbasi qabul bo'lmadi. Ya'ni bu tavba qilish so'zining asliga muvofiq tarjimasidir. Bu so'z garchi Esov hatto ko'z yoshlari bilan yolvorsa ham, uning qalbida haqiqiy tavba, pushaymonlik bo'lmaganini anglatadi. Siz gunohning dahshatini ko'ryapsizmi? Bu Xudoning tuhfasidir. Bu tavbaning bir qismidir. Siz najot taklifidan foydalanasizmi? Demak, uzoq vaqt yomon ish qilib yurganingizda unga shunchalik o'rganib qolasizki, so'ng bu yo'ldan ortga qaytish bo'lmaydi. Sizda ham shunday bo'ldimi? Menimcha unday bo'lmagan. Bilasizmi, Esov nima uchun rad etildi? U tavba qildi, ammo tavbasi qabul qilinmay rad etildi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, u chin dildan tavba qilmagani uchun rad etildi. Bu yerda shu haqida aytilyapti. Esov hatto ko'z yoshlari bilan yolvorsa ham tavbasi qabul bo'lmadi. U shunchalik bag'ritosh, qo'pol, e'tiborsiz bo'lib ketgan ediki, o'zining qilgan gunohi qanchalik og'irligini ko'rmadi. Xudoning rahm shafqati qanchalik buyuk ekanligini his qilmadi. Gunohi sabab g'am qayg'u chekmadi. Gunohidan yuz o'girib, Xudoning oldiga kelmadi. Esovda Xudoning oldiga kelish imkoni bor edi, ammo u bu imkoniyatdan foydalanmadi. Uning tavbasi qalbaki edi. Endi Kayla, sizga shunday savol beraman. Siz o'z gunohingizning dahshatini ko'ryapsizmi? Ko'rayotganingiz Xudoning sovg'asi. Bu tavbaning bir qismi. Siz najot taklifidan foydalanasizmi? Iso kechirilmaydigan gunoh haqida nima degan? Menimcha sizning tashvishingiz ortida shunday savol yotadi. Men kechirilmas gunoh qildimmi? Endi Isoning Matto xushxabari 12-bob 31-oyatida aytganlari va uning dastlabki so'zlariga quloq soling, chunki ular sizga umid beradi. Shuning uchun sizlarga aytaman, har qanday gunoh va kufr odamlarga kechiriladi. Bu ajoyib. Har qanday gunoh va kufr kechiriladi. So'ng Iso deydi: lekin muqaddas ruhni kufr qilishlari odamlarga kechirilmaydi. Bu nimani anglatadi? Farziylar Isoni shayton deb atashdi. Ular Iso
Ba'al-Zebubning kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryapti dedilar va shuning uchun farziylar dunyoni butunlay o'zgartirib yubordilar. Ular Isoni yovuz ruh deb o'yladilar va oqibatda Isoning haqiqatda kim ekanini ko'ra olmay qoldilar. Siz ham gunoh dunyosiga g'arq bo'lib, Isoni yovuz ruh bo'lgan degan fikrdamisiz? Uni hukm qilasizmi yoki aksincha tavba qilasizmi? Agar siz tavba qila olsangiz, demak hali umid bor. Mana shu umid haqida men eng chiroyli oyatni bilaman. Pavlusning Timotiyga 1-maktubi 1-bob 15-16 oyatlarida Pavlus sizga va Kaylaga shunday deydi: Iso Masih gunohkorlarga najot berish uchun dunyoga keldi degan so'z to'g'ri va to'liq qabul qilinishga munosibdir. Gunohkorlarning birinchisi esa menman. Lekin shuning uchun ham men rahm shafqat topdimki, Iso Masih birinchi navbatda menda o'zining uzoq sabr toqatini ko'rsata olsin. Bu esa abadiy hayotga erishish uchun unga keyinchalik iymon keltiradiganlarga namuna bo'lsin. Pavlus nima demoqchi? Men haqorat qiluvchi va jafokor edim. U buni Havoriylar faoliyati kitobining 9-bobida men jafokor, quvg'in qiluvchi va nafratlanuvchi edim degan. Endi aniqlik kiritaylik. Pavlus farziy bo'lgan, u yovuz ruhlar borligiga ishongan. Pavlus xushxabar kitoblarida Isoning yovuz ruhlarni kuchi bilan yovuz ruhlarni haydab chiqaryapti deb aytgan farziylar fikriga qo'shilmagan deb aytishga hech qanday sabab yo'q. Pavlus haqorat qiluvchi bo'lgan. Aftidan u muqaddas ruhni haqorat qilishgacha borgan. Xudo esa uni tanlagan va qutqargan. Nima uchun? Pavlus buni 21-asrda radio eshittirish dasturida Jon Piper orqali Kaylaga Masih sizga sabr qiladi demoqda. Xudo Pavlusni aynan Kayla kabi insonlarga umid berish uchun qutqargan. Men chin dildan ishonamanki, Kayla Timotiyga 1-maktub 1-bob 15-16 oyatlarini aynan shunday ma'noda o'qishi kerak. Pavlus Xudoning sabri tugadi deb o'ylayotganlarga yurakdan tasalli bermoqchi. Shunday ekan Kayla, Isoning va Pavlusning vakolati bilan men sizga shunday deyman. Iso tomonga yuzlaning va uning oldiga keling va u yo'ldan adashgan qizini muhabbat bilan kutib oladi.